o'chog'iga olmasman. Soqol olishga zo'ri jilet ustara desa, men otamning zang bosgan pichog'iga olmasman. Dasturxonning ziynati banan, ananas desa, qurt yegan bir olmamning o'chog'iga olmasman. Qilsa qilsin reklama. Endi menga baribir. Men mana shu bolajonlarning cho'chog'iga olmasman. To'g'rimi asallarim? Ustoz, hozir aytdim, hozirgina aytdim. Mana shunaqa yosh bolalarni ham o'rtaga olib chiqib olib shunaqa qilib reklama qiladi. Ekanlar qilsin, yosh bolalarni olib chiqib reklama qilmasdan nima? Mana ikkita otaxonni olib chiqib reklama qilaymi? Bor joyiga. Masalan, joyiga qarisilarga zo'r qo'shiq aytib beramiz.